Um, Chicagoda computer science ga major qilib, mastersni computer science'da adashmasam tamomlayotgansiz a? Uh, Mhm. Computer science o'sha O'zbekistonda ko'p kishi IT deb gapiradi hamma. Bilmaydiganlar uchun o'sha computer science o'sha IT ni like replacement yoki computer science is IT. Uh, Yo'qsa O'zbekistondagi school experiencelar yoki O'zbekistondagi curriculum yoki academic journey haqida Mhm. gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonda qanaqa schoolda o'qigandingiz, experiencelar qalay bo'lgan? Ho'p, O'zbekistonda 9 sinfgacha men Uchqo'rg'onda o'qiganman. 34 maktab. Keyin Namangan shahridagi Lola akademik litseyga kirganman. U paytda o'sha 12 yillik ta'lim tizimi edi. Hmm. Lola litseyda 3 yil o'qiganman. Keyin Do'mbitni litseyda birinchi kursligimda boshlaganman, shu birinchi etapdan. Hmm. Hech qanaqa u paytda endi hech qanaqa boshqa maktablar yo'q edi, hozirginaqa spetsializированный Hmm. private schoollar yo'q edi. Lekin Lola litseyi o'sha paytda eng kuchlilardan bittasi edi. Bilamiz. Akademik Lola akademik litseyda, to'g'rimi? O'sha paytda Mhm, mhm. maktab 9 sinfgacha bo'lib turib bitirilgandan keyin either college yoki haligi regular like high school college or academic license kirilardi. Lola kuchli. Adashsam u yerda ham mathsga ixtisoslashganmi? Akademik school qaysi fanga Meniki ixtisoslashgan? meni gruppam ingliz tili va rus tiliga jahon Hmm. tillari gruppasi edida. Ingliz Uh, tili va rus tiliga spetsializированный gruppa edi. Lekin o'sha har xil gruppalar bor edi. Matematika, fizika, ximiya, hmm. tarix, har xili Hmm. bor edi.